Hürmetli vatandaşım, leksiyemizden devamını yapıyor. 3. leksiyemizden anlaysınlar. Şuna, Cumhur yüzünün usulunu kaydının oylayışı lazım. Dep görsettim o değil. Lekin bu sözden ait katlık telaffuzda etti. Amerika Koşmuş Ştatlarından Devlet İşler Katibi Kerry okşaşla katlık ibarlarını işletti. Devlet İşler Katibi Kerry, John Kerry efendi, Cumhur'a ziyaretke berişten burun Amerika emeldarlar Devlet İşler Katibi John Kerry efendiga Cumhur'a eğitip koyuştan tapılığandak Amerika Deniz Okyan katnaş erkilliği çantorudu dedi. Şu münasebetle Cumhur'un şenhoşu agnetliği mundaq görsetti. Devlet İşler Katibi John Kerry Beijing'e işleriyle geldi. Aslında Devlet İşler Katibi John Kerry diplomatik yol bilen hal qilish chorasiga izlanmoqchi idi. Biroq ikki taraf Cumhur ve Amerika Janubiy dengiz meselesida bir-biriga hargiz yo'l qo'ymadi. Janubiy dengiz meselesida Shinhuashi Devlet İşler Katibi John Kerry Beijing'e işleriyle geldi dedi. Ameliyatda Janubiy dengiz meselesida Cumhur işleriyle idi. Makin cümle bizden sözümüz. Maqalda görüldü. Janubiy dengizde her yili deniz yolu savdosi 5 trilyon dolarga yetib savdo bo'ladi. Dikkat. Janubiy dengizde her yili deniz yolu savdosi 5 trilyon dolarga yetib savdo bo'ladi. Yaqindan beri Cumhur Janubiy dengizdagi barliq orol va hali tashlar ichida 5'nin 4'i Cumhurning zimini deyishga başladı. Cumhur amaldorlari ching turib Janubiy dengizde Amerika Qo'shma Shtatlarining qonuniy manfaati yo'q. Amerika Janubiy dengizde talash tartish qilayotgan taraflarning ichidagi bir taraf hisoblanmaydi. Janubiy dengiz meselesi Amerikadan boshqa davlatlar bilan Cumhur o'rtasidagi masaladir. Bevosita manfaatlar taraflar bu masalani o'zaro hal qilish kerak deyishdi Cumhurning matbuotlar. Şunun için Cumhur Washington'a söz aytib berib, Washington Amerika'nın an'anaviy tashqi siyosati, harbiy ishlar, deniz okyan qatnash erkinligidan voz kechish kerak dedi. En ahirgi hisobda bu gaplarni xalqaro ahdnomalarga asoslanganda qabul qilg'ili bo'lmaydi. Xabarlarga asoslanganda Amerika Janubiy dengizi harbiy aeroplan, harbiy parxlarni avatib, Cumhurning Janubiy dengizi egilik huquq talablariga xiris e'lon qildi ekan. Mush asrning boshlarida Beijing bu masalalar bo'yicha murossaga kelalaydi. Lekin 15 yil bo'ldi. Cumhur texicha chegara talash tortishlarni hal qilgan biror chora kelishimga imzo qo'ymadi. Hamda yaqindan beri Cumhurning murassa keldiganligi to'g'risida hech qanday bir alomatlar ko'rilmadi. Rais Xi Jinping o'zining siyosiy maydonini aniq bildirib o'tdi. Beijing Washington bilan ikki taraf teng g'alaba qiladigan usulda hamkorlashishni muhokama qilishga amroq. Lekin Cumhur Amerika bilan elishishni maqsad tutganda noldan boshlab Shuning uchun Amerika bilan Cumhur o'rtasidagi munosabatlar negizdan aytganda o'zgarib ketdi deydi vatandoshim. Diqqat bu maqola. Bo'libmi bu o'zgarish, bu ikki davlat munosabatlari texmi osonlashadigan tarafga qarab o'zgardi. Çünkü Cumhur bu meseleler bo'yicha murassa qilishga bo'lmaydi deb hisobladi. Washington Cumhur qo'llangan burungi siyosatlar Washington bilan Beijing o'rtasida qachon ixtilof tug'ilsin, hamisha olg'a qara siyosatini qo'llanib kelgan. Amerika navbatdagi masalalarga sal qarayolmaydi. Çünkü en ahırda Cumhur xalqaro sistema ichida harakat qiladi. Bir hamkorlash kuchli davlat sifatida Cumhur bilan hamkorlashib tinchlikni qo'lga keltirgili bo'ladi deb hisoblagandi. Bu xil aktiv etilar hozir o'zgarib ketdi. Intayin aniq bo'lgan bir nuqta shu bo'ldiki, Cumhur amaldorlari Amerika va boshqa qo'shni davlatlar bilan nishon jihatda birdek bo'la olmadi. Shuning uchun yuqori qilib Cumhur asrining nima uchun oxirlashganligining sabablaridir. Endi Hindiston bilan Amerika Cumhurni nursiz va qorong'ulikda ko'radigan bo'ldi. Shundaqla munosib harakat qo'llanishga boshladi.
Dikkat vatandaşım, hem de Hindistan, Amerika, Cumhur'un nursiz, g'uva bir halatı ko'rdigan bo'ldi. Shundaqla munosib holda harakat qo'llanishga başladı. Bizning fikrimiz bunda. Amerika Qo'shma Shtatlarining bir juftlik siyosiy o'zgarish kerak. 300 milyondan ortiq Amerika xalqiga murojaat qilamizki, Amerikaning bir juftlik siyosiy o'zgarish kerak.